Bugun Instagramni tutib ketgan psixologlar armiyasi millionlab auditoriyani boshqarishyapti. Ular istagancha narxlarda va ko'rinishlarda o'z xizmatlarini sotishyapti. Ularga ishonib uysiz qolayotganlar ham borligini bilasizmi? Ya'ni bozor qonuni qanaqa? Talab bormi, taklif bor. Ya'ni insonda muammo bor, uni yechib beradigan mutaxassislar paydo bo'ldi birdaniga. Endi shunaqa bir jadallik bilan ko'payib ketdiki, ular o'zi mediada bemalol chiqishlar qilishni boshladi. Sababi hozir shunaqa bo'lib qoldi, mediada kim ilg'or bo'lsa, unga murojaatlar soni ko'p bo'ladi. Nima deydi, og'rib turgan yarasi borda xalqni. Shartta shunga mana deb ular bir yechim ko'rsatgandek bo'ldi. Bu yechim har doim ham to'g'ri bo'lmadi. To'g'ri, ularning orasida haqiqiy o'zini sohasini mutaxassislari ham bo'lgan, lekin asosan mediani egallagan mutaxassislarimiz yoki chala mutaxassislar yoki psevdo mutaxassislar desak balki to'g'ri bo'lar. Ularni qanaqa bilsa bo'ladi? Masalan, ular birdaniga bitta sessiyada muammoni hal qilib berishni va'da qiladi. Bir joyingiz og'rib tursa, masalan, farzandingizni yo'qotgansiz, shu qayg'udan qutulishni istaysiz va qidirasiz tezroq va qisqa muddatda sizga yechim beradiganlar. Afsuski, ko'p psevdo mutaxassislar bitta sessiyada yoki bitta konsultatsiyada mana shuncha muammoni hal qilib berish usulini taklif qilishadi. Bu insonning og'rig'imi? Endi bu marketing nayrangida o'ta juda katta summa haqida gap ketyapti. Ba'zi holatlarda uyini sotib shunaqa joylarga borganlarni ham eshitganmiz-da. Ular o'shandan davo topolmay bizga kelishadi. Endi uni uyi yo'q. Bo'ynida qarzi bor va boshqa muammosi hal bo'lmagan. Demak, muhim bo'lgan narsalar nimada? Birinchi navbatda o'sha mutaxassis sizga bir martani o'zida yordam berishi bu ko'proq uni psevdo ekanligidan dalolat beradi. Ikkinchisi, albatta u qayerni bitirdi? Necha yillik tajribasi bor? Bu juda ham muhim. Uni o'sha xonasiga ilib tashlagan sertifikatlar emas, aynan uni mutaxassisligi bo'yicha diplomini so'rang. Uchinchisi, siz borayotgan mutaxassis aynan qanaqa metodika bilan ishlashini siz bilishingiz shart. Haqiqiy o'zini sohasini mutaxassislariga agar ruhiy muammo bilan boradigan bo'lsangiz, ular sizga yechim taklif qiladi. Lekin u bir pasda bo'lmaydi, bitta seansda bo'lmaydi. Uning uchun siz ishlaysiz, mutaxassis bilan birgalikda ter to'kasiz, unga vaqt ajratasiz, kuch ajratasiz, bilim ajratasiz va ma'lum bir muddatdan keyin deylik 3 oy, deylik 1 oy, deylik 1 yil. O'rtacha mana shu 3-6 oyni olish mumkin. Ana o'shandagina ruhiy muammolarga haqiqiy yechim topsa bo'ladi.